Bu eklem sakroiliak eklem. Burası kırılmış. Bu joy singan. Burası. Burası da kırılıp parçalanmış. Mantiyan sinib maydalanib ketgan. Buraya vidalama atılmayınca Betga umuman tegilmagan birinchi operatsiyada singan holatda hozir mana 4 oydan beri yashab yuribdi. Belida og'riq bor, yoshda ozg'in bo'lganligi uchun juda ham qattiq og'rig'i yo'q. ona buraya konulan plaklar da kısa kalmış. Keyin mantiga qo'yilgan temirlar ham juda ham kalta. O'zbekistondagi operatsiyada sizlarni chiqincha bo'lamiz. Ozgina ko'zga yoradilar. Hocam biraz çekim yapıyorum. Yani sadece alt üstü doldurulmuyor. Bu aşağıya döndüğü için şöyle oluyorsun. Bizning tekshiruvlarimiz boshlandi. 4 ta ortoped travmatologimiz ko'rishyapti. Şurada acaba kemik vardı. Operatsiyasi noto'g'ri qilingan deb aytishyapti. Kırılmamıştı-yu. Hozir shunda qayeri singan? Hozir O'zbekistonda bo'lgan operatsiyasida mana bu joyda bittasi tepaga ketib qolgan, bittasi pastga ketib qolgan. Hozir biz operatsiya qilganimizda ikkalasini birlashtirib olib kelib eski o'zini tabiiy holatiga qaytarishga harakat qilamiz deb aytibdilar. Mana bunaqa yoy shaklida uzun temir qo'yiladi. Betdagi singan, umuman tegilmagan joyga tashqaridan, orqadan yopiq holatda mana bunga o'xshagan bundoq temir o'tib turadi. Betda mustahkamlab ushlab turish uchun bu temirlar umrini oxirigacha tanasida qolishi mumkin. Uni hech qanaqa sog'lig'i uchun zarari yo'q, chunki ular hammasi o'zi tanaga moslangan temirlar.